Siz paralel alem degan narsaga ishonamsiz. Fransiyada bir 19 yoshli qiz saq 21 kun hushsiz yotgan. O'shaga kelgandan keyin u birinchi bo'lib mening 3 balam qani degan. Lekin eng chong masala bo'lsa amaliyotda u homildor bo'lib boqmagan hamda kasal karavotdan ayrilib boqmagan. Biroq u o'zining aslimizda yana bir dunyoda 7 yil yashaganligini, muhabbatlashib to'y qilib 3 balani beqiyotganligini degan. Amaliy dunyoda bo'lsa bu faqat 21 kun. Lekin u o'zining yanida 7 yil yashagan. Agar bu uning tushi bo'lmasa, undaqda u zoti nimalarni boshdan kechirdi? Uning ustiga bundaq kechirmishni boshdan kechirgani faqat u bir odam emas. Bu kechirmishlar mundaq cho'ng masalani keltirib chiqargan. Ya'ni agar bu ishlar odatdagi bir xiyoliy tuyg'u bo'lmasa yoki bu bir ma'lum yana bir vaqtsizlikki, yana bir intayin o'xshaydigan kishilik hayot bo'lsa, rostli parallel zamon makon mavjudmidi? Parallel olam mavjudmidi? Bu hargizmi fantaziyalik hikoya emas. Chunki hozirgi zamon fizikasi va astronomiya ilmida u haqiqatan bir turlik nurg'un astoydil muzokara qilingan mumkinchilik ega nazariya. Qanundaqda bugun biz fizik ilmidagi parallel olam nazariyasi bilan mushunga o'xshash misollardagi kechirmishlarning munosabati bormi yo'q degan nuqtani tushunib boqaylik. Birinchi xil parallel olam bo'lsa mikro kvant mexanikasidan kelgan. Uning eng dangliq bo'lgan nusxasi ko'p dunyoni izohlash. Kvant mexanikasida bir zarra haqiqiy o'lchanishdan avval birla vaqtda ko'p xil mumkinchilikning ichida turadi. Masalan, ma'lum bir nur yarim nur o'tkazuvchan va nur qaytaruvchan moddaga tushsa, u moddadan nurni o'tkazib o'tishi yoki nurni qaytarib o'tishi mumkin. An'anaviy Gibbon Habin tushuntirilishi bo'lsa, siz bir narsani kuzatgan vaqtingizda to'lqin funksiyasi tarayib, olam faqat bir natijani qoldiradi. Yana boshqa mumkinchiliklar bo'lsa, o'chirib etilganga barobar. Lekin 1957-yili fizik olimi Shu Eiffel Sanshi bir intayin odamni hayron qoldiradigan, lekin matematik sohasiga muvofiq bo'lgan qarashni o'tirib chiqargan. Bu qarash bo'lsa, balkim to'lqin funksiyasi azaldan taraymagan bo'lishi mumkin. Yana bir xil mumkinchilikmi azaldan o'chirib etilgan bo'lmasligi mumkin. Faqat siz ko'rgan, siz turgan bo'shliq bilan shu modda bir bo'shliqda turgan bo'lishi mumkin degan. Boshqa mumkinchiliklar bo'lsa, yana bir bo'shliqda davomli mavjud bo'lib turishi mumkin. Shunga zarra eng oxirida faqat birdan bir qarorni chiqargan emas, balki olam dal shu daqiqada o'xshamagan mavjudlikni o'xshamagan bo'shliqda davomlashtirgan bo'lishi mumkin. Mana bu ko'p dunyoni izohlash hukumining odamni eng hayron qoldiradigan tarbi. Uning qurilmasida atalmish tanlash hargizmi boshqa mumkinchiliklarning o'chirib etilishiga barobar emas. Balki dal shu vaqtdan boshlab siz va yana boshqa natija o'xshamagan reallikka qadam qo'ydi. Siz balkim bu degan mikro zarrachalarning ishi mening turmushim bilan nim munosabati deyishingiz mumkin. Ammo makro dunyodagi har qanday ish eng oxirida yana mikro fizikadan ayrilolmaydi. Bugun qaysi yo'ldan mangsam bo'lar? O'ng yo'ldan mangsam bo'larmi, so'ldan mangsam bo'larmi degandek kishilik hayotdagi makro tanlashlarni yetsak, yana eng oxirdan neyron harakatiga boshlab boradi. Shunga ko'p dunyoni izohlash tasavvurida olamda faqat bir oldiq so'zilgan vaqtsizlik mavjud emas. U xuddi necha shox-shoxlarga bo'lingan daraxtga o'xshaydi. Siz men faqat bir qaror chiqardim deb o'ylaysiz. Lekin bu nazariya bo'yicha qarasak, har bir qarorda o'xshash bo'lmagan oqibat saqliqlik bo'ladi. Agar u shu gapni qilmagan bo'lsa, men o'zim yaxshi ko'rgan odamni qo'ldan berib qo'ymaydim. Hozirgidek bo'lib qolmaydim. Bu gaplar bizga intayin tanish. Shunga nima uchun doim parallel olam to'g'risida gap chiqsa, nurg'un kishilarning tuyuqsizda yana bir xil kishilik hayotni o'ylaydiganligining sababi. Ikkinchi xildagi parallel dunyo bo'lsa, nazarni yiroq qaratgan. U zarraga qaramaydi, balki butun olamning o'zini kuzatadi. Bu astronomiya dunyosidagi texnik cho'ng makro uqumga taqishadi. Ya'ni olamning kuchli kengayish nazariyasi hamda shu orqali so'zilgan ko'pik olam uqumi. Hozirgi astronomiya ilmi olamning cho'ng portlashdan keyingi qisqa vaqtda olam intayin kuchli bo'lgan indeks darajali kengayishni boshdan kechirgan deb qaraydi. Biroq fizik olimlari bu modelni yanada ilgirlagan holda keltirib chiqarganda masalami buning agishib chiqqan. Ya'ni agar kengayish birla vaqtda hamma joyda to'xtamasichi, siz buni ko'r ichida qaynayotgan suvga o'xshatsangiz bo'ladi. Ba'zi joylar sovib ko'pikcha hosil qiladi. Boshqa joylar bo'lsa davomli kengayadi. Davomli yangi ko'pikcha hosil qiladi. Agar bu nazariya putrab tursa, bizning ko'rayotgan kuzatgili bo'ladigan olam balkim mush ko'r ichidagi bir ko'pikning ichi bo'lishi mumkin. Biz turayotgan ko'pikning sirtida balkim son-sanoqsiz ko'pik shakllanayotgan bo'lishi mumkin. Bu xil parallel olam uqumi oldingi qitimliqqa o'xshamaydi. U bir olamda o'xshamagan zarrachalarning natijasini so'zlamaydi. Balki texnik cho'ng olam uqumidan chiqib turib, o'xshash bo'lgan olamning tang mavjud bo'lib turishini ta'kidlaydi. Uchinchi xil parallel olam bo'lsa, texnik sizni umidsizlantiradi. Onundaki eng odamni hayron qoldiradigan uqum bo'lsa, agar bo'shliq rostla cheksiz bo'lsa, undaqda bu cheksiz bo'lgan sahnada cheklik ega modellarning tizilish usuli nazariya bo'yicha cho'qim qaytalanadi. Bu deganlik ma'lum intayin yiroq joyda, yiroqligidan insonlar til bilan tasvirlayolmaydigan joyda, nazariya bo'yicha balki biz yashayotgan olamga o'xshash joydan birisi bo'lishi. Bu joyda bizning quyosh sistemamizga o'xshash, hatto siz va menga o'xshash odam bor bo'lishi mumkin. Undaqda biz boshda degan fransiyalik 19 yoshli qizning boshdan kechirgani va uning o'xshash kechirmishga ega kishilarning parallel olam bilan munosabati bormi? Bu xil hikoyalarni biz amaliyotda parallel dunyoning isboti qila olmaymiz. Ham qisaq bo'lmaydi. Haqiqiy parallel olam to'g'risida nazariyada putrab turdigani hargizmi hoshidan ketgan bunday hikoyalar emas. Balki hozirgi zamon fizikasi oldi qarab men jarayonda qayta-qaytlab, balkim olam faqat bir bo'lmasligi mumkin degan masalaga yo'l qo'yish. Albatta, buning qarta yana hech qanday muqim isbot va javob yo'q. Undaqda sizningcha parallel olam rostli mavjudmi? Siz bu to'g'risidagi qanday fikrlarni bilasiz?